Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bolajonlarimizdan o'ylagan holatda yozgi suv idishlarimiz, termizlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Qarang, bu soskali bo'ladi. Tortib so'rganida mana shu pastidagi suvi yotgan holatida ham ichaveradi. Bu misol uchun antikolikli soska. Soskasi misol uchun keyinchalik farzandingiz katta bo'lganida buni yechib olib tashab, oddiy butilka holatiga keltirsangiz bo'ladi. Qarang, bu yechiladi. Men sizga o'rgataman. Bunday qilamiz. Tortamiz. Bu yechildi. Ishlankasini yechib turib, slankasini yechib, mana qo'limda ikkinchisi, bu komplekt ikkinchisi chiqadi. Buni ulaymiz. Bir-biriga ulab olganingizdan keyin tegidan tiqiladi. Tegidan ustiga qarab, bu ham antikolikli trubuchka, ya'ni bola so'rganida qichoq tutib qolmaydi. Millilitrlar yozilgan pishovoy plastikdan bo'ladi, bezarar bolajonlar uchun. Burimiz tayyor. Qani, oddiy butilka qilib ishlatursa bo'ladi. Misol uchun soskadan chiqdimi, xavotir olmaysiz, shu butilkada qovurasizlar, ham soskali, ham trubuchkali qilib ishlataverasiz. Qopqog'i ham o'zida bor, korobkada komplektda mana shunaqa chiqadi. Ranglari har xil. O'g'il bolaga deysizmi, qiz bolaga deysizmi, koronalilari bor, mana bunaqa ayiqchaliklari bor.